ertalab tursam oyoqlarim qotib qolardi, turishga qiynalardim, yurishga ozgina qiynalardim. Men Buxoro tuman Chorbakir jamoa xo'jaligida Regzor qishlog'idan Umar va Fazolat. Men 4 yildan beri shu oyog'im bezovta qilardi, o'zimcha dorilar ichib yurardim. Endi jiddiy nima lecheni olmabman, keyin shu reklama nima Instagramdan shu dorini ko'rib qoldimda, qiziqdim shu bilan. Keyin telefon qilsam, men savol-javoblar vrachlar bilan gaplashib, juda ham yaxshi, muomalalari yaxshi ekan, menga tushuntirishdi. 20 kundan beri ichyapman. Lekin shu 20 kundan beri ham ahvolim juda ham yaxshi, o'zgarish bor. Ertalab tursam oyoqlarim qotib qolardi, turishga qiynalardim, yurishga ozgina qiynalardim. Hozir endi 20 kun bo'ldi endi, lekin ancha yaxshiman. O'zim tutishim, yurishim, ishlayman. Yaxshiman hozircha, Allohga shukr. Endi baribir dorikorlardan 20 kunda darrov ta'sir qilmaydi-ku. Endi bu yo'g'i ham ko'ramiz, nasib bo'lsa olib ichmoqchiman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi dori ekan. Har tomonlama yaxshiman. Davleniyamga ham, men oyoqlarim yurishga ham qiynalmayapman, ishlashga ham, turib o'tirishga ham. Allohga shukr, men ancha yaxshiman. Bu 4 yildan beri oyog'im og'riq berardi, lekin bir 15 yil bo'ldi Minsk operatsiya bo'lganman. Keyin ana shunda keyin og'riq 4 yildan keyin og'riq boshlandi-da. Keyin o'zimcha har xil muolajalar qilganman, har xil tabletkalar olib ichganman. Lekin men shuni olib ichdim, men yaxshi. Endi nasib etsa Xudo xohlasa bu yo'q ko'ramiz. Hamma necha kun ta'sir sezdingiz? Men 10 kunlardan keyin ta'sirini sezdim o'shada. Chunki eskirganman, 4 yildan beri 5-yil bo'lyapti. Oyoqlarim shunaqa og'rirdi. Ertalab turishga juda ham qiynalardim. Hozir yaxshiman, ancha yaxshiman, Allohga shukr. Sizdagi qisilashlar yo'q. Ana shular kamayganda, shu yurayotgan vaqtim qart-qart ovoz chiqarardi, o'tirib turishga qiynalardim. Shu ozgina kamaygan shular. Kamaygan. Endi 20 kun bo'ldi ichayotganimga. Endi 3 oy ichsangiz, ana Venera degan vrachlarimiz tavsiya qildi. 3 oy ichsam, Allohga shukr, nasib bo'lsa, Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketaman. Endi davleniyam ham oshib turardi, o'rta-o'rta, hozir yo'q u. Ana davleniyamga yana boshqa nimalar, o'zim kasalliklarimga endi nima u ham yo'q. Foyda qilyapti, sezyapman, lekin shuni foydasini sezyapman. Shu tizzamga og'rirdi, keyin pastga og'riq bor edi. Shu turishga qiynalardim. Keyin bunday ozgina lappanglab yurardim-da. Shu hozir u o'zimcha men yaxshi, tetikman, ancha tetikman. Endi sezasiz-ku baribir. Tetikman yurishiga ham, nimaga ham. Keyin anaga zinalarga chiqishga qiynalardim-da. Hozir yaxshi. Endi bosyapman, qo'rqmasdan, bitta bosardim. Hozir endi ikkovini ham baravar bosyapman. Bilinyapti menga shu yaxshi. Shu ko'p muammo tizzamda bor edi-da. Keyin bunisiga ham o'tgandi. Yo'q, bunisi ham yaxshi. Men avval bunda ozgina oqsoqlanib yurardim. Hozircha yaxshiman. Mana modellarga o'xshab yuribman.